أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا مفلس de bugün qilgan ahvolda buning ba'zi narsalarni aynan qaytarib olishmasdan iste'mol qilib bo'lmagan narsalarni aynan qaytarib oldigan o'zi bergan narsa aynan bo'lib qolsa shu haqli qildigan yoki boshqa qarzdorlarga o'xshash qatardagi bir qarzdor bo'ldigan ahvolni bayon qilgan. Endi hozir o'lib ketib qolsa shu deydi. Yani muflisda bugün qilmadik buni. Lekin bir odam qarzda olibda o'lib ketdi. Birisidan musulmonlarga pulini bermagan. Ayni holat o'lib ketib qolsa, o'lgan kishi muflisning hukmida bo'lamdi deb ixtiloflashdi. Faqala Malikun huwa fil maut uswatul ghurama. İmam Malik bir odamga mol sotgan bo'lsa, molni og'ichi pulini bermay turib o'lib ketdi. O'lib ketgan bo'lsa, bu mol ashadamning bo'lib ketgan tovar. Endi hozir bu odam faqat qarzdagisi bo'ldi. Mana manchi pulim bor deydigan, "Aqdan manchi pul sotdi, bana manchi pul sotdi." Shu qatardagi pul so'radimga aylandi bu. Lekin ashinas mening demaydi dedi. Shu meyitning qo'lidan miras qolgan o'zi sotgan narsa aynan bo'lsin, bu meningki shu deb ashuni olaman deb tura olmaydi. Bu shu pulni olaman deydigandan deydi. Usvatul g'urama degan shu qarzdor bilan o'xshash. Shu qatorda shuni ulgi qildi degandaymiz. Ulgi deymizga usvat degan. Shuni do'raydi, shuni o'xshash muomala qilindi demoqchi. Bi xilafil falas. Lekin sarmoyada ayriliq qilib muflis hukm qilgan chaqda oshinasi satgan tovar aynan quldi bo'lib qolsa muflisning mening kitimim deb akalar deb elvalaydi degan. Ahaqqu biha fa huwa ahaqqu biha degan. Va qala ash-Shafi'i al-amru fi zalika wahid. Ishli ahvolda o'xshash. O'lib ketsimi, o'lib ketgan odam shu setib olgan narsani aynan miras qoldirib ketgan bo'lsa, qarzdorlar yoki mirasxo'rlar uni ilishtirgira ashmonning egisi setib qo'ygan narsa bo'lsa-mu, men satgan narsani eklamavi deb bilan ma'muning kelib ilib olaydi dedi. Fa huwa ahaqqu biha. Tijorat bo'lmaydi degan bo'lgan. Bu so'ralmaydi degandek. Ash muflisning vaqaligida bu Imom Shafiy fa huwa ahaqqu biha degan. Ma'nodami o'xshash deb turibdi. Wa umdat Malik rahimahullah ma rawahu an ibn Shihab an Abi Bakr wa huwa nassun fi dhalik. İbn Shihab az-Zuhri Abu Bakr İbn Abdurrahman'dan rivayet qildi deb yuqorida biz bu hadisni bayon qilgan. Mursal ya musnaddi deb g'alvogan rivoyat shu. Man mata va wajad matahu indahu fa huwa ahqqu bihi degandek bir rivoyat. Falas masalasi bu. Buning oyog'ida uswatul g'urama deb kelgan musharisning oyog'ida. Yani mata deganda uswatul g'urama deganda kelgan. Uswatul g'urama va in mata alladhi itta'ahu fasahibul mali uswatul g'urama degan rivoyatda. Imom Malik shuni tayinda, Imom Ahmad shuni tayinda. Va aydan min jihat an-nazar aqli tarafda inna farqan bayna az-zimmati fil falas wal maut. Yani gadanda qarz qilish masalasida falas bilan mautning o'tirda farq bor. قنداسه وذلك أن الفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه أن المفلس أن المفلس ممكن أن تثري حاله مفلس adam bu tirik canlı mutaddiyen tariqada bunun ahvali bayashat bo'lib qolishi mumkin. Yani bunun bir ehtimollik bor. Belki ticaretin tutup alışı mümkün. Ya hünerkesi kılıp işlep tutup şu mümkün. Ya bir yerden bir mükafat çıkıp şu mümkün. İş kılıp bayılıp geçiş ihtimali var.
fayatba'uhu ghurama'uhu. Lanki bayolab ketgandikan, bunun qarz egilari bunun aqlısı olacağını qazını badib alalaydı dedi. Bima baqi alay. Yani gadini qağın qazını süylab aqlısı olalaydı. Ve zalika gayr mutasawwirin fil mawt. Lekin ölgenden keyin ço qazını badib bunun tavrisini oldiga kelib göçürüp turmaydı. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به. İmam Şafii muşu hadisni muşu rivayetini aptı. Muşundal qıptı. Bununla mana mata ve aflasa çıksın okşaşını qıdığı bir qata sanadi. Fasawwa fi hadhihi riwayat bayna al-maut ve al-falas. Okşaş qardı. Fasahib al-mata ahq çıkılı ahvalda. Qala ve hadith ibn Abi Dhi'b awla min hadith ibn Shihab. İbn Abi Dhi'b'nin qilgan rivayeti hadisi ibn Shihab'ning rivayetidan oldin o'rinda turdi. Bu jalliqroq deydi. Hozir bu ikki rivoyatni tarjih qildi Imom Shafi'i. قال الشافعي وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب. Yani İmam Shafi'i şu El-Umm degan kitobda shunda degan. Bu hadisni qilib biz ma'nolimiz avliyo mursal, bizning muttasil deb tarjih qilgan. Nima uchun desa, nima uchun avla? لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند. İbn Şihab'ning hadisi mursal. Ma bizning rivoyat qilgan hadisimiz musnad, yani marfu' ila Rasul sallallohu alayhi vasallam. Yani sanaduhu muttasil. İbn Abi Dhi'b degan Muhammad ibn Abdurrahman. Bu İmam Malikning zamonidagi olimlarning birisi. İmam Malikni yustatab va illa duribat unqu degan olim. Yaqin ayet için olimken o'tgan bir qidim tarjima chiqdimi? Bu kitobda. İmam Malik el-bay'an bil-khiyar hadisni ammada degan gazni anglagan chog'da yustatabu va illa duribat unqu dedi. Rasulullohning hadiskasi buni yoqda raddiyalarni tavba qilishga mohlatlarimiz bo'lmasa kallasini olmaymiz dedi. Endi İmam Shafi'i ikki hadisni selishtirib sanad jihatdan birini tanladi. Lekin biz yuqorida Ibn Shihab az-Zuhriyning hadisini mursal rivoyat qilingan, muttasil yani musnad rivoyat qilingan degan. Yani Abdurrazzaq musnad rivoyat qildi, Abu Dawud musnad rivoyat qilgan degan. Va min tariq al-ma'na, endi aqli tarafdan dalili fa huwa malun la tasarrufa fihi li malikihi illa ba'da ada'i ma alayhi. Bu ay gadindikini tülüyotgandan keyin ondan tasarruf qila oladigan moldir. Yani shu pulni bermasa tasarruf qila olmaydi. Ammo tasarruf qila oladi. Tamam. Mesela nisiya olgan narsani tasarruf qilamizmi? Qilamiz. Fa ashbaha mal al-muflis. Shuna bu, yani bu qiyas kim bu dalillar. Meyyitning milini muflisning maliga qiyas qiladi. Lekin ma bayatning yangi g'ayr musallam. Yani pulni to'lamagicha ishlatilmaydi dedi. Ishlatiladi, ishlatilmaydi. Söylep ketken ne deydi? Söylep ketken ne şu qarzni to'lmay turib tasarruf bo'ladi. Shuni demoqchi. Odamning qarzni to'lmay turib, o'sha odamning o'zi ishlatilmaydi degan gapda u. Ishlatilmaydi demoqchi. Mirosxo'rlik ishlatilmaydi deydi. Bu tarafdan sallallar to'g'ri chiqilgan. La tasarrufa fihi limaliki illa ba'da, yani mirosxo'rlar ash qarzini ado qilmay turib bir taraf qilinmaydigan mol bu. Ras qarzini ado qilishning miros taqsim qilinmaydi, to'g'ri. Boshqa molga o'xshash qolgan bu odamning moli qasamasidan mumkin. Bundan malning qarzini ado qilmay turib o'satib olgan sotuvchidan sotib olgan mol bo'lsin boshqa. Boshqa mol bo'lsin aka. Lekin shu yerda tasarruf qilgan bo'lmagan mol demoqchi. Yani tasarruf qilinmaydiganlar jihatdan qiyos qilib mana o'tibdilar.
Yani mirasxo'rlari qarzini ado qilishdan burun tasarruf qilinmaydigan bir mal bu. Undan xuddi muflisning maliga o'xshash. Muflisning qarzini ado qilmay turib tasarruf qilinmaydi deydi. Bu qiyos tutdi. Va qiyas Malik aqwa min qiyas Shafi'i. İmam Malikning qiyosi Shafi'ning qiyosidan kuchliroq dedi. Shafi'ning hozir qilmish qiyosidan İmam Malikning qiyos kuchliroq. Yani farqun bayna zimmati fil falasi vel maut ve zalika anna al muflis mumkin an tusri haluhu degan gap shu. Bu kuchliroq. وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى. أن إمام مالك حديثه إمام شافعي حديثه من ذا تودي. أن قياس سل جل قوان كن ما قياس يندشب قاسا ما إشكالستان برن طلاشتا إمام مالك طلغان حديثه قياس بلن سل جلن كتدو ده. قياس أمدن قياسه bu hadisler canlanıp gitti. Bu anda işkediz tam da qaragan taqdirda. Lekin İmam Şafii imamniki musnad musallat turib. Daha qiyas uni bir kuchaytirmaslik. Yoki İmam Malikning mazhabida al-mursal hujja bo'lgan ekan, musnadga o'xshash deb tursa, qiyas dallandirdi. وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه. Niçin bu qiyas bilboğan hadis jallar desa, hadislardan qiyas-ul illa, qiyas-ul ma'na degan qiyas-ul illa. Bu fiqhda biz ishlatadigan qiyas. O'lchamli qiyas bir-birini zidga ikki hadisning birisining tarafida bo'lib qolsa, o'sha hadisni kuchlantirib ketadi deydi. Ya'ni bu qiyas-ul illa endi bo'lgan hadis, qiyas shabah endi bo'lgan hadisdan kuchliroq bo'ldi deydi. Qiyas shabah degan bu shaklanmay o'xshab qilishdan iborat qiyas. Yani illa mundabita bo'lmagan, lekin shakl jihatdan o'xshab qolgan. Xuddi burun masalan biz meyitni go'da yetkazishda qibla qarab yotqizish deganda gapni qildik. Shunami bizadi. Endi qurbonlikni bo'zg'ancha qibla qarab bo'zlaymiz deganda, bunda qibla qarab qilish deganda o'xshab qolganlikdan shunda qiyasni qilib bakman. Bu beklam aciz qiyasımdı. Yani ennel qiyasel muvafiqa li hadithi Şafi'i ve qiyas şebeh. İmam Şafii'nin hadisini jallandırıp yanlış kıldıgan bu qiyas, yani qiyasın bo'lgan dalili bu qiyas illamas, qiyas şebeh. Yani şekli bir qiyas. Vel muvafiq li hadithi Malik'in qiyas ma'na. İmam Malik'in hadisiga udul kagini aş ma'naviy, yani illa qiyasi. Ölçemlik sulfqı biz e'tirof qildigan qiyas shu. Va mursal Malik'in kharrajahu Abdurrazzaq. İmam Malik'ninki shu mursal deb rivoyat qilgan Ibn Shihab az-Zuhri rivoyat qilgan hadisni Abdurrazzaq musnad rivoyat qilgan. Yani İmam Shafii'ning muttasil musnad hadisiga o'xshash rivoyat qildi buni. Abu Davud mu mursal rivoyat qildi dedik biz o'tgan dars. Abu Davud bilan Abdurrazzaq muttasil rivoyat qilgan. Degan muttasil rivoyat qilgan bilan buning sanadi saymo orliqda bir ojizadan bormi? Buni tekshirib ko'rish lozim. Ibn Shihab Zuhriga qadar sanadi to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin undan keyin bir orliqda Abdurrazzaqqa qadar İmam Malik qadar bir ojiz ravi bo'lib qolsa, ojiz bo'lib qoladi. Yani muttasil bo'lgan bilan yana ojiz bo'lib qoladi. Ojiz ravi bo'lmasa, sahih muttasil bo'ldi, o'chadi İmam Shafii'ning hadisi bilan teng barobar darajada. Lekin mana hadisni tekshirsak hamda olimlar mursal deganda bakrak muayyanlashtirgan. O'sha İmam Shafii'ning ashunisi bahsi to'g'ri. Mursal degan. Lekin Abdurrazzaqning sanadiga bir qarab baqish lozim. Abu Davud. Biror raviyda masal bormi yo'qmi? Fasababul khilafi ta'arud al-athar fi hada al-ma'na wal maqayis. Undan keyin bu yerga talashlarning sababi hadislar bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bo'ldi. Ve kıyas mı? Kıyas-ül illa bilen kıyas-ül şebeh zikip kalgan oldu. Ve aydan fe innal asla yeşhedü li kavli Malik. Asli kaide yanıla İmam Malik'nin sözünü doğru çıkırdı o dedi. Aşınğa doğruluğunu ispatlaydı dedi.
Şu ölen meselesinde yani o felas meselesinden farklı oldu diyene köstü doğru. Yani ennemen ba'a şey'en feleyse yerci'u ileyhi. Asıl kaydılma bir narsa satqan bolsa, bu özünün narsa emas bu. Axarning qo'liga o'tib ketdi. Uni qaytmaydi degan qoida etdi. Mush qoidami Imom Malikning mushu qarashini kuchlantirdi, qo'llaydi. Famalik rahimahulloh aqwa fi hadha al-masala. Demak, Imom Malik rahmatullohi alayhi mushu masalada dalil jihatdan qarashi kuchli. Yani ma'noda rasmiy imomni janjahlidan qo'lladi. Tarjih qildi imomning qarashi. Xil kuchapdan tarjih qilish uchun. Anda hadislar tankab qoldi desak-mi Imom Malikning qiyasi qilib jalb. Qiyasi. Ve Şafii inma da'fa 'indahu fiha qawl Malik lima rawa min al-Musnad. İmam Malikning hamda rivoyat qilgan hadisi mursal bo'lg'achqa Imom Şafii rivoyat qilgan asoslangan mursal bo'lg'achqa shu Imom Malikning qarashini ojiz deb qaradi Imom Şafii. Mush rivoyat jihatdan vel mursalu indahu la yajibu al-amalu bihi. Imom Şafiining nazarida mursal hadisga amal qilinmaydi. Lekin Imom Şafiining usul qoidasida Risala degan kitobida mursalning 4 sharti bilan qabul qilinganligini bayon qilgan. Tabi'larning cho'ngroq bo'lsa, Said ibn Musayyibdek bo'lsa, yana uning bir shohid bo'lib qolsa, yana aniq nasl xilab kelmasa, degandek bir 4 shartni qo'yib, mursalni qabul qilmaydi. Lekin Imom Malikning nazaricha mursal hujja. Yani bir mazhabda mursal hujja. Biliyorsun İmam Malik'nin shu nimasi qiyasi kuchligini. واختلف مالك والشافعي في من وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضا يغرسها أو عرصة يبنيها. المفلس بناس ستوبتكين ستوالن ممكن برزمن مثلا ياك بر öýsaldan joy setilip öýsatdy yoki ziminni teripdi. Terganken bunda bir yeni bir narsani paydo qilgan bo'ldi. Bir emgak paydo qilgan bo'ldi. Qilgandikan unda men o'zimning ziminni mana tayyor barkan aynan men shuni olaman deb uylan tanlab elish masalasi. Uylan tanlab olamdi yo ko'chat bilan tanlab olamdi yoki uni qumur o'tib o'yinchoq o'tib olamdi degan. فقال مالك العمل الزائد فيها هو فوت. العمل الزائد فوتun degani shu paydo qilgan ish uy soldi bo'lsin, ko'chat tikdi. Shu ziminninki egisiga qaytishni qo'ldan ketkizib turgan narsa. Qo'ldan ketkizib iborat. Shu ortiq ish hozir qilgan ish shu molni asl egisiga yondirish kursini qo'ldan ketkizib turgan narsa. ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. Nonken yandirish turisi katta. Nonki buni mashg'ul vatdi. Pulga qarz olgan bu masalan 10 ming ko'y qarzga bo'lgan, boshqa bo'lmasa 20 ming ko'y 50 ming qarz olmasa, shu qarzlar qatoridagi bir qarzlar. Bu ma'no yiritdi deb uni alohida shu yanam qaytirib turganda shu. Yani vahidun min al-ghurama. Shiriklarning shirki adetli bir şirk buldum. Qarzda şirkler. Ve qala Şafii bel yukhayyaru al-bai'u bayna an yu'tiya qimata ma ahdatha al-mushtari fi sil'atihi ve ya'khudha. İmam Şafii debdi, shu ziminni ya bir narsani satgan kishi uning ixtiyorligi bor. Ixtiyorlik bilamiz uningga. Ya setib olgan kishi ash tovarda paydo qilgan narsaning qimmatini berdi. Qimmatini berib, shu o'zining satgan narsasini qaytarib oldi. Masalan, uyga 100 ming ko'y qilib, 10 ming ko'y ko'chat tikkan bo'lsa, 10 ming ko'yni pulni berib, ko'chatning pulini ziminni qo'lga qaytarib oldi. Fa huwa ahqqu biha degan bo'lgan ekan. Yoki aw an ya'khudha asla sil'an. Yoki o'z satgan tovarning o'zini oladi, ziminni qaytarib oladi. Ve yuhassal gurama'a fi ziyada. Ondan ortiqda boshqa qarz egalari bilan birga ortiqni kelgan ulushi bo'yicha to'laydi. Tamam? Ve hassal gurama. Boshqa qarz egalari masalan bu ziminni qaytarib olgan bo'lsa, 100 ming ko'ylik zimin, 10 ming ko'ylik ko'chat tikdi. Ziminni qo'lga olgan bo'ldi.
Endi 10 ming ko'ylak ko'chatni cho'zsa, 10 ming ko'ylak ko'chatni chachimiz dedi qarzchilar. Ya'ni qarzchilardan pulini berish kerak-da. 10 ming ko'ylak ko'chatni ma'noga 1000 ko'y, 2000 ko'ylak, ma'no 3000 ko'ylakda taqsim qilganmiz. Endi taqsim qilgandan keyin u ko'chatni u egillar xolisi, qo'mrab ketdi xolisa, azmin egisiga setib olsa ko'chat. Mana tegib ekan, pulini beranglar deb sotib. ولا يحاصل الغرماء لساق النوضة خطأ شقلا لا يقام وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتب المشهورة أن قندا ناسلا پیدا قلنسا ستواغن توردا قندا أمگekلini qiysa baş tovarning egisi qaysi birisini yo'qotdi qaysi yo'qotmaydi degan masalada İmam Malik kelgan mashhur kitoblar. Maliki mazhabining mashhur kitoblarida bu tafsili bayon qilingan, tafsili to'xtalgan dedi. Wa tahsin madhhab Malik fiha fima yakunu al-gharim bihi ahqqa min sa'ir al-ghurama fi al-maut wal-falas. An Imam Malikning o'limda va iflos hukm qilgan ahvollarda bir qarz egisi boshqa qarz egilaridan haqiqroq bo'lishi qachonda bo'ladi degan masalada Imom Malikning mazhabini xulosalaydigan bo'lsak, ya'ni al-gharimo degani o'shada oshnasini sotgan odam, oshnasining egisi aslida. Bir qarz egisi boshqa qarz egilardan haqiqroq bo'lgan qaysi ahvollar desa bundan da Imom Malikning mazhabini xulosalaydigan bo'lsak, aw fil falasi dunal maut yoki o'limda emas iflos masalasida aşı tovarning egisi boshqalardan haqiqat bo'lgan ahvollarni xulosalaydigan bo'lsak, annal ashya'a al-mabi'ata bid-dayni tanqasimu fi at-taflis thalathata aqsam. Qarz bilan sotilgan, ya'ni nesi sotilgan narsalar ash iflos hukm qilish ishlarida 3 turga ayirish mumkin dedi. Aradun yata'ayyan, birinchisi bir tovar. Lekin bu tovar muayyanlashgan tovar. Ya o'xshi yo'q buning. O'xshi yo'q bo'lganki muayyan tovar bo'lgan. Uning o'rniga bir narsa hisoblab qo'yilmaydi. Yoki uningda bir ish qilganlik uchun maylashib ketdi. Masalan, bir nimani elib, telefonni elib, uningga muayyan narsani qachilab, narsani yasab qilsa, bu alayli bir telefon bo'lgandek. Yoki o'yilib, uni yasab, bino qilib qilgan bo'lsa, bu muayyanlashib ketgan arad ekan. Demak, bu babi tovardan iborat, muayyan bir tovar. Boshqa narsalar adashib ketmaydigan. Va aynun ixtulifa fihi. Yana birisi ixtilof bo'lgan bir tovar, muayyan bir tovar. Ixtilof bo'lgan degan azroq o'zgartirish yigizgan bo'lsa, bu ashuna muayyanlashib ketgandu, ketmamdo deb ixtilof bo'libdi. Va amalun la yata'ayyan. Yana muayyanlashib ketmaydigan bir ish deydi. Mesela icare qilgan bo'lsa, icare haqqi degandir. Ayda bir ish deydi. Fa ammal aradu fa in kana fi yadi ba'ihi lam yusallimhu hatta aflasa al-mushtari. Endi bir tovar. Bir tovarni sotdi bu. Lekin bu tovar sotqichining qo'lida qoldi. Topshirib olmabdi. Lam yusallimhu, topshirib olmadi. Topshirib olmay bu savdoni qildi. Lekin malni topshirib olmay tug'an chaqda qozi buning muflis e'lon qildi. Hukm qildi. Fa huwa ahaqqu bihi fil maut wal falas. Undan keyin bu sotqichining qo'ldagi narsa bu. Tushunami? Bu qo'ldagi narsaga sotqichi setvoqchi o'lamdi, muflis hukm qilinib ketadi, qo'ldagi narsani saqlab qoladi. Boshqa qarzlar samonini setgansa, aklamanasini o'tirib tashlamaydi demaydi. Va hada ma la xilaf fi. Bu yuqorida ijmoa deb bayon qilingan. Qabla an yaqbidahu degan gap shu. Va in kan qad dafa'u lil mushtari, yani mushtari qabd qilgan bo'lsa, thumma aflas. Ondan qo'lga topshirib olgandan keyin muflis hukm qilinib ketgan bo'lsa, va huwa qa'imun bi yadi. Uni taqiq ishlatmagan, qo'lda saq bor dedi. Yuqorida dasimi shunday deb o'tib fa huwa ahaqqu bihi min al-ghurama'i fil falas dun al-maut. O'limda ahaq emas. Imom Malikning nazarida. Yuqorida Imom Shofiynikiga o'xshash ahaq degan. Imom Maliknikida o'limda ahaq emas. O'limda bo'lganda u qoldirib ketgan tarika hisoblandi. Boshqa qarzdorlar o'xshash qatorda tizildi dedi. Lekin muflis bo'lgan chaqda
Aşı narsa işletmek holatda shu qo'lda bo'lgan ekan, boyat adamning qo'lda bo'lgan ekan, al-bai'u ahaqqu bihi dedik. Ashuni o'zini qaytarib oldi. Wa lahum 'indahu an ya'khudhu sil'atahu bis-samani. Wa lahum 'indahu yani 'inda al-imam Malik. Lahum degan adamlar ekan, billah. Lahum Urama. Hozir malsaqqa adamning boshqa qarz egilari aşı narsani pulisini verib situasi bo'ldi dedi. Xuddi shu muflisning o'rnida turiblar, "Men pulni sotganman, sen sotgan. Adama pulni." deb anan o'z oldiga tortib bular. Biz bilishimiz. Muflis o'tirdi, u muflisning o'rnida turib, ya'ni muflisga bir narsa sotgan. Bu narsa saq batli qildi. Saq bachada muflis hukm qilindi. Qilgandan keyin bu odam garchi shuni ilosini buldi dedi. Shunama fa wa ahqqu bihi min al-ghurama dedi. Va lahum 'indahu degan Imom Malikning nazarida yana lahum degani yana ashularning munda tanlab qasib mayli buldi demak. Ya'ni ghurama ya malning ise mamnun deblan ilosini buldi. Yoki malni sotgan, yani qo'limga qaytirib olamdan deb qolsa, boshqa qarzigilari muflisni qarzi bo'lgan boshqa qarzigilari bu necha pulliqda mancha pulliqda. Mana pulni biz berdik. Muflisning o'rnida pulni biz berdik. Yani biz mana o'zimiz muflisdan tatib olgan narsa hisobda biz ulashayli desin bo'ldi. Mavudmi yo falas? Falas masalasi mi? Dunal mavud emasmi? Falas masalasi olmasdan ham musqalar bo'lgan sirasida o'g'rimalar asatçının muflisdan ayetler bağlandı ki o muflis çıktı bu ziyaretten. Çıkış ayrım ziyaret kalmamakta. Bu şimdi kızım buldu dedik ki şu ayrım ticaretten atılmaydı. Ne mi atsılar? Bundan da muflistan ornunu bir tölendirip bir adamı olsun bir azaytıp ma talaşlar çıkıldılar. Ya. Lahum degene bir şey aslında bir ihtiyar. İki taraf mağlamsı bunda kıllı dep qasım eyle dedi. Bu bir anda mesela arkadaşın bir yolu iken ma pulni elib, necha pul sotgan ma pulni elib yo'llanma manglardash. Basharqa yengilsin. Biz andima o'tirib o'zimiz pichalaymiz. Deblan biz tarafdasi bo'ldi dedi. Va qala Shafi'i alayhisalom. Imom Shafi'i ya ular unda pulni veriblan yo'l solinmaydi. Yani al-bai' ahaq bihi deblan tushuntirdi bu Imom Shafi'i. Va qala Ashhab la ya'khuduna illa bi ziyadatin yahuttunaha 'an al-muflis. Ashhab debdi, agar bosh qarzdorlar ashuni setib olgan hisobda bo'ldi deb qolsa, ustiga azroq pul qo'shib, yuqroq ba'da oladi. Yahuttunaha 'anil muflisiyan qimmatroq baqib qilgan ekan, bu xuddi qanavlika muflisning yadindan unda yengilligandek bo'ldi. Juki yengilgandek bo'ldi dedi. Demak, shuni deyishgan ba'din urrak asa mayli. Peki izi de alamaydı demek. Bunlar muflis gitene karşı bu bazı öyle geçen masal öyle geçen muflis düşünmeyi dersin. Bu nedenle bunun bazı devam olacak. Şu an ziyade tutmaydı. Muflis düşünmeyi de ki mağlup da bakıldı kendine. Muflisning yükünü yengilletdigan, yani bazı öyle geçen bir ahval var. Kıymetrak bazı berip onu yolu sırasından okuysa, bu muflisning yükünü yengilletdigan bir şey olan iken, bu şundan okuyası meyli deyimiz. Bu muflisdan da yardım qilishga bor. Bunun ham da boshroq ilm bo'ladi demoqchi. Wa qala ibn al-Majishun insha'u kana ath-thamanu min amwalihim aw min mal al-gharim. Yani boshqa uramalar demoqchi, insha'u degan. Boshqa uramalar xalq qilsa, bergan pul o'zidan yendan chiqqan bo'lsin deydi. Uramalar o'zidan yendan bergan bo'lsin. Ev minnal garim ya ki malı satkan qarz egisinin milidan bo'lsin dedi. Demek çoğuna Ibn Başun o bari dedi. Ular pulisini bir qo'ysin yani o'xshash, mayli. Mal garim deganda shu malı satqanning puli sikta shu, Undan desak o mayli. Al pulisini bir bilan qo'ysin o mayli. Yani ikki ixtiyorlikni bilmayman demoqchi. Wa qala ibn Kinana bel yakunu min amwalihim. Yani şu boshqa qarz egalari yendim bergan bo'ladi. Yani nimaning
Muflisning o'rnida bir qo'ygan bo'lmaydi bu. Muflisga shu pul o'tab qolgan hisobda bo'ldi shu demakchi. Wa ammal aynu fa huwa ahaqqu biha fil maut aydan wal falas ma kana bi yadi. Ayn bir tovar, muayyan bir tovar o'zi qo'lida bo'lib qolsam, o'lam oldi bo'lsin, falas oldi bo'lsin, shuni haqliq deydi. Ya'ni setib oluvchining qo'lida bo'lib qolsa. Bu mahalla ittifoq dedi buni. Bayatın degan gap shu. Bir narsani sotdi. Sotdi. Lekin setib bu tovarni topshirib bermadi. Topshirib olmay turib, pulni bermadi, tovarni bermadi, sodini qilib qo'ydi. Muflis deb hukm chiqardi, yo o'lib ketib qolsa, bu chog'da shu milim o'zimning qo'lda. Pulni taqib bermagan ekan, bo'ldi milim saqlab qolaman deydi. Bu chog'da u sotil g'urama bo'lmaydi. Boshqa qarzdorlar bilan hech qanday munosabat yo'q. واختلف إذا دفعه إلى بائعه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه. واختلف إذا دفعه إليه بائعه دله satqıcı şu muflis deb hukm qilgan kishiga topshirib bergan buni. Topshirib bergandan keyin muflis hukm qilinibdi yo o'libdi. وهو قائم بيده. سنكز جندبتا. واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه. نعم. عبارة خطأ. فيه زيادة. فيه زيادة بولsun mümkün. Lekin dafa'u ila ba'i degan sotuvchiga shu malning o'zini qaytarib bergan bo'lsa demakchiman. Ya'ni bu muflis shu malni qaytarib bergan deydi. Sotgan odamga. Tamam, qo'lga qaytirib bir pulab o'libdi yoki muflis hukm qilinibdi. Ya'ni bir malni olibdi ekan, pulab nisiya olgan ekan, ya'ni qaytirib bergan bulab o'lib ketdi yoki muflis hukm qilingan bo'lsa, va huwa qa'imun bi yadi. Bai'ning qo'lida saqba bu narsa. Yu'rafu bi'ayni, satqan narsa o'zi shunda ma'lum. Faqila innahu ahaqqu bihi kal-arud fil falas dun al-maut. Faqila degan o'sha malikimizga ojiz qarashning birisi ahaqqu bihi debdi. Falas ahvolida, lekin o'lim ahvolida ahaqqu bihi emas. Va huwa ibn al-Qasim. Demak, falas bilan mautni ayiribdi bu. Wa qila innahu la sabila lahu alayhi wa huwa uswatul ghurama. Yani bir qarash bo'ldi u malni ololmaydi. Bu mallar shu muflisning yoki o'lib ketganning mali bu qarzini so'ylashdan boshqa haqqi yo'q debdi. Qaytarib bergandan ya qaytarib bergan shu. Lekin qaytarib bersin bu xuddi osh setilib bo'lgan odamning narsidir deb qarab turma qarash. Wa huwa qawl ashhab wal qawlan jariyan ala al-ikhtilaf fi ta'yin al-ayn. Bu ikki qarash hozir baş tovarni muayyan deb belgilashdiki talash tortish ustiga qurilgan. Yani muayyan bulamdı, muayyan bulmamdı diyendek. Ve amma in lam yu'raf bi'ayni, yani muayyan bulmuşsa, mesela telefonun hamma telefon o'xshash, telefonning qatori silayotgan bo'lsa, bir telefon berib tushdi. In lam yu'raf bi'aynihi, yani o'zgarib ketgan bo'lsa yoki boshqa telefonlar alishib ketgan bo'lsa, fa huwa uswatul ghurama fil maut wa bil falas. O chaqda qarzini suylashlamay qo'yadi. O telefon bilan, o tovar bilan demaydi. Ölemde olsun, talasda olsun. Setuavchi satuvchi qoldirib, sodini qilib, satuvchi setuavchi topshirganga vaqt ixtilofsizdan satuvchining o'zini olib kelgan bo'lganda. Ha. Va endi setuavchini setuavchi bu qaytirib turibdi demaydi. Almavli qaytirib turibdi demabdi. Yani iqola qildi degan gap yo'q. Lekin beribdi. Nima berdi? Omonat verdimi, nima berdi demakchi. Bir qanday qilib beribdi. Shuni qo'lga taqib turganasiz. Ya amonat, ya ishlatib turay deb ariyat. Ayda shaklda shuni qo'lga topshirib bergan bo'lsa, demak bu narsani oldi lekin satqa odamga yana ishlatib turishga bir narsa bergan bo'lsa, demakchi. Qanday ixtilof ayn deganda tayin degan bir tovar bor. Endi bu tovarni hozir mushu muayyan deb ayrig'il bo'lamdi, bu ayrig'ilmadi. Ba'zilarda bu ayrig'ilgan narsa deydi. Ba'zi yaqin ayrılmaydı adamın onda işini mutluluklarını boyudu ya kiyimini tikti.
ayrılmaydı deb turulsun. Ayrılıp buldu bulmaydı degenden kelib chiqqan masala bu deydi. Fi ziyada mesajı var mı? Ya normal. Ve amma in lam yu'raf bi'aynihi aşı men satgan narsa mushu muflis buni setib olgan keyin masalan manbagin mushu deb qullanmaydigan bo'lsa deydi. Chunki uning ba'zi o'zgarib ketgan boshqa bo'lib ketgan ahvol bo'lsa fa uswatul g'urama fil mawt wal fals. Ikkili ahvolda qarzınlam söyleshni biladi. U mening narsa mushitda mana demaydi. Chunki muayyan narsa emas hozir. Ve ammal amal allazi la yata'ayyanu an bir ishni qilgan. Bu bir ishni muayyanlashtirilmaydi deydi. Masalan, fa in aflasa al-mustajiru qabla an yastawfiya amal al-ajir kana al-ajiru ahaqqu bima amalahu. Masalan, bizga bir odamni yollab ketgan deydi, ha? Yollovchi bir odamni ishlatibdi. Lekin buni to'liq ishlatib bo'lguncha qo'lda hech qanday sarmoyachi yo'q, muflis deb hukm qilinibdimi? Bu jani kanal ajru ahaqqu bima amalu. U ishlagan bir ishni hozir o'sha odam uchun qilib kim bo'lsa qilib yoki kashni ham qilib unda qilayotgan bo'lsa, shu qilgan ishini shundan o'zi olib ketadi yollangan odam. Chunki odam pulisini bermaydi deydi. Bunun misallarsa uni qo'ldadir. İlahi bari olursa bu arada şu arkadaşımız mı nesilse duran nesilden bir arzun yetayyen ve arzun yayının ihtilaf kutifafi ve arzun abedin la yetayyen de çıkarılan. O yukarısı arzun yetayyenken bunun da yine şu nese kulluğun nese başka bana hükmünü bayan tuttu. Bunun mümkün bana kutifafi'ni bayan tuttu. Durursa aslında önemli. Amelleri la yetayyen şu bayan olan ki mana Aştavarın sütü okşamaya başka, ayağında olduğu hükümden ama okşamaya çıkışı yaşamadığım bir şeydir. Eğer onda ben bulab kalsın, şukurda bunun hükmü bayan kılıp boğan. Bir kıtım. Yani şu ayının bolsa, şu adamın satkan narsa, fe bu ahaqqu bihi diyen. Bu ayna yetayyenna. Ayının muhtelifati. Özgürlük etti mi, bu özgürlüğünde mi? Şu tavar mı dedi? Özgürlük etti mi, özgürlüğünde degende tartışıp kalgan tavar mı? Özgürlük ya buna o kanun biyadi yu'rafu bi'aynihi. Yani muşu da ma'lum buldudur. Özgürlüğünden şu bir takım situasyonun kulu kirip çıksa özgürlüğünden cahillik duruyor ve satmanın özgürlüğünden müdafa'ahu ila ba'i diyen aştorduk. Biz bayatının yanında. كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا. Bu işkili ahvalda şu yallanıp işleyen adam özü kıygan aşınasını erişik hakkılar depti. Mesela kessil'ati idâ kânet biyedil bâi'i fi vaktil feles. Mesela bir tavar. Bu satkısının koldayken feles muflis hüküm kıygan çağda. Bu kıyas kâzir. Kessil'ati idâ kânet biyedil bâi'i fi vaktil feles diyen satkısının kolda tapşırıp almıgan tavarga o'xshashlar bu shu yollangan ishlamchining bulduğu debdi. Yo'q, yollovchining bo'lmaydi ekan. Shu yollanma ishlamchi odam o'zib ketadi deb turoldi hozir. Ajir mana. Kana al-ajir haqq. Mustajir haqq demadi. Al-ajir hozir yollanmada. Yollanmadan shu olib ketadi deydi. Wa in kana falasuhu ba'da istawfa amal al-ajir. Yollanma işligen adamның işini to'liq topshirib olib bo'lgan bo'lsa, foydalanib bo'lgan bo'lsa, ishini qildirib bo'lgan bo'lsa, ondan muflis hukm qilgan bo'lsa, fal ajiru uswatul g'urama. Yollanishning hamda buni ko'tab qoldi nima? Manchpul shaqqa berish kerak-ku. Demak, ashunda elishi bor. Nongan bu bir qarzigistak, boshqa qarzigilar bilan qator uchratib turdi deydi. Bir ücreti yani. Özünün şakkını ilişkin qarziga so'lab qator turdi. Allati sharatahu alayha fil falas wal maut jami'an ala adhar al aqwal. Kishni qarashda o'lim masalasi olsun, falas masalasi olsun, ay deyishgan shaqqini oladigan odam turman, haqqim bor buningda o'chirib turdi ekan. Qarzdorlar o'chirib turdi ekan. İlla an takuna bi yadihi as-sil'atu allati istujira ala amaliha. Endi qo'lida
tovarni bir ish qilish uchun yollagan bo'lsa, shu tovar qulda bo'lib qolsa, fayakunu ahaqqa bidalika fil mawt wal falas jami'an. Masalan bir rahmni berib, "Men kiyim tikib beringlar" deb bergan bo'lsa, bu kiyimni tikayotgan chog'da u odam muflis bo'ldi ya o'ldi. Lekin bu kiyimni tikishayotgan yuzko'y desak, yuzko'yning badiliga shu kiyimni olib qoldi ekan bu. Shuni qoldi debdi. Ha. Ajunda debdi mana. Li'annahu karrahna biyadi. Chunki ash kiyim uning qo'lidagi rangiga o'xshash. Ya'ni shu kiyim tikish shaqqini ash kiyim bo'lg'achqa cho'qim alolayma deb tutgan rangiga o'xshashdi dedi kiyim. Shun bahsi bo'ldilar. Telefon o'shat qilsa, telefon ochmay ketgandek bo'lib qoldi ekan. Ha, chunki telefon o'shat qilib berdi. Shunami? Bu odam pul olmasdan ishlaydi-ku. Balki ishlab nima ki odam kelmasa, pulini ololmay buni tari baka ketdi. Lekin ma telefon bo'lgandan keyin bu rani olib turib, u kassangma telefonini qo'lamda degan tariqada bo'ldi deydi. Fa in aslamahu kana uswatal ghurama'i bi'amali. Fa in aslamahu degan uningga salam uchun pul bersa demoqchiman. Uni sallama bo'ladi. Aslama demak. Mayli. Fa in sallamahu deydimi? Aslamahu al-amzina. Fa in sallamahu ay muflisga topshirib bir bo'lgan bo'lsa, buning ishlab bergan ish haqqi muflisning gardini qildi, qarz bo'lish. Nima? Undan keyin shu qarzni so'laydigan qarz egasi bo'lib qatoga tizilgan. İlla yakuna lahu fihi shay'un akhrajahu. İlla yakuna lahu fihi shay'un akhrajahu. Faqalam aşı narsida, aşı ishlab bergan narsida o'zining bir narsasi bo'lib qolsa, masalan kiyim tikib bu, tikimchi. Tikib baş kiyimning ichida o'zining bir qarsini unutib qolibdi-kan. Masalan, ya tumi qadab tikan masalan. Buni tumusini chig'asi bo'ldi. Qarsini ilvas bo'ldi, demak shu o'xshaydi. Tayguna haqqi fil falas dunal maut. Lekin o'lim bo'lib qolsa bo'ldi katta degandek. Wa kadhalika al-amru 'indahu fi falasi muqtarid dawab. Imom Malikning nazarida yana mushukim o'xshashaydi. Kimda uloqlarni ijaraga olgan kishi muflis bo'lib ketib qolsa, annal mukriya ahaqqu bima alayhi min al-mata'i fil maut wal falas jami'an. Shuna maslakida instakra debdi, lekin bu xato chiqishi mumkin mazmun. Fi falasi muqtarid dawab. Masalan bir otni minib joy berolar ya jubto'sholar deb ijaraga olib ekan, kira qilib ekan. Instakra demaydi, u chiqqanda, kira olgan bo'lsa dedik masalan. أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. أحق بما عليه من المتاع. مقتري الدواب إجارة أوجه هذا مفلس وقت. مثلا أتنى إجارة aldı bu. İjarı işletken jarayanda muflis hüküm kılındı mı? Şu atına kaçtı hazır. At igisi şundalam kayıtırvasa o atın üstüde ige tokumları var mı? Da ige tokumlarını bu ijarının karşılığında ele oldu demek ki. Yani fi falsi muqtarid davabı instakra degeni bu to'g'ramdi. Kira qilgan bo'lsa, bu muqtarid davab kira qiluvchi muflis hukm qilinib ketgan bo'lsa, ani kim ahaq desa, mukri ahaq deydi hozir, ha? Al mukri ahaq bima alayhi min al mata'. Ash atning ustidagi ega to'qim va kaza jabduq narsa bo'lib qolsa, aşı kirağı sevdablam ele oldu ekan. Deb turib buni rahimda qazinin qashqa aburdamiz mana. Bilasan qazinin qashqa qolgan degan qazini setib adamlar shaqqisini bilib qolganlarni qaytib berdi. Ya hozir mavla unda demapti. Aşı ahaq degani o'zi shuna kutdilar. Sayda debtamda. Mushunning degani shu. To'g'ri bo'lsa, xato bo'lsa, shunda demoqchi hozir. İşlep qo'yganning nimasi to'g'ri kelmadi. Bu mesela kimine kepine kıtlardı bir kimini burnu cumanın besini olsan kimine alsa bizim o Tasarruf bağırsın doğrulap durup benden karşı gelmesin diyor. Hakkı da tanım bunlar. Baş düşüyor. Mesela yüzde kopmasan niyede şu kısmına ben masum bırak ya malı bre şu malı ahak olsa onun arka kısmını şu
Ya ma'lum da ayırmaptı. Muşu qarashni deganlar shuni ko'tilib turibdi. Ya buni xato desam olmaydi boshqa gap. Lekin mushular shunday demoqchi ekan. Bima alayhim minal mata'am. Shu siyaqdan chiqadimda. Muhtariniki o'zlaridan adın tartib ilolmasdan balki o'ramalar durustdir. Ya biz hozir shu igisi aqliq bo'lash masalasi to'xtalyapmiz hozir. Mushunining o'ramidan shunday chiqdi. Va kadalika muqtaris safina kiyimini kira qiyguchi muflis hukm qilinib ketsa, ash kiyimidagi yukta va kazani shundalam kiyimigisi ekan. Shartning qarshiligida. Mana va hada kulluhu shabbahu malikum birrahn. Rahnida shu rahn qo'yilgan narsani ilibdi, shu o'zininki bo'lib ketdi. Adam bunda yine düzelip situasyon ama Xitoyning görünümüzge tushib qoladi bu. Böyle işin hakkı yok. Qazının başqa bir qazi setib buni haqqini bergandan qonunni yigisi qaytardi degan o'xshaydi. Jumhur endi. Lekin Maliki mazhabdagilar Sama, Maliki mazhabdagilar shundan ilg'or deganda gap qilgan. Azra xilaf batashim. Biz hozir shu qazini qildi deganda ijmoat deqmi yo undan azroq bir gap bordikmi? Shundaroq bir gap o'tganda. Balki Maliki mazhabdagilar shuna deyish mumkin. Deptimi? Hatta shu ro'yin murtayin situatsiyon mayli deganini ma'lum ashuni yomon ko'rgan. Navaniga ahqqu degan biz unda olsa shunga ullab turib tushunsak, ahqqu degani bu ra'niga o'xshash. Ashunining qo'lda qoladi, andan buni qozi topshirsa, qozini setib, buni haqqimizni olib turdi demoqchi. Rahniga o'xshatgan bo'lsa. Setib gapiradigan boshqa qurmonlar bizning rahmimizdan iborat bo'ldi. Deydi. Şu anda aşağıdaki nüskadır tazı qo'lashmadi bu gap. Bu yerga qaramanda ma'lumda o'sha ashunaning egasi haqqini to'liq ola oladi. Boshqa qurmonlar to'liq ola olishi mumkin, to'liq ola olmasligi mumkin. Ularga az qilishi mumkin. Demak bu o'z haqqini to'liq ola oladi. Va bil jumlati fala khilafa fi madhhabihi anna al-ba'i'a ahaqqu bima fi yadayhi fil maut wal falas. Shu burunqi gap shu. Satqa odam o'zining qo'lida bir narsa topshirmay, qo'lda qolgan bo'lsa, u og'irchi muflis bo'lib ketgan bo'lsa, o'lgan bo'lsa, o'zining qo'lidagi shundan ham o'zi qoladi. Imom Malikning vazifasida va boshqaning vazifasida shunday bo'lishi mumkin. Wa ahaqqu bi sil'atihi al-qa'imati al-kharijati an yadihi fil falas dun al-maut. Mana o'limda emas, degan falasda qo'ldan chiqib qoldi, lekin muflisninki qo'lda saq banasi bo'lsa, shu sohibi ahaqqu bihi. Degan Imom Shafiy o'lamdimi ahaqqu bihi deb turgan. Va annahu uswatul ghurama'i fi sil'atihi idza fatat. Demak, qo'ldan kelib ishlatgan bo'lsa, o'chada shu qarziga so'rab qoladi bu. Boshqalarga o'xshash. Va indama to'g'ri. Va indama يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة وبالجملة جملة اعتراضية بالرقبة دين كينما ثمرة بنا من دا أقصى طورش قدر وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك بالبائع الرقبة lekin va bil jumlati al bai'a manfaatan deganda bu jumla i'tirodiyya ma. Shunlarni tirnoqni ishga qo'ysanglar, uni to'g'ri chiqadi. Bizniki tirnoq anda ashab malik va bil jumlati degan tirnoq. Va bil jumlati al bai'a manfaatan degan tirnoqni ishga qo'ysak, Imom Malikning shogirdlarining nazarda yollangan ishlamchining ahvoli shu bir narsa sotgan odamga o'xshatildi deydi. Buni o'xshatildi. Yani umuman qilib aytsak, yani manfaat sotuvchi, yani bu ishlamchiga manfaat sotuvchi demakchi. Ishlamchining ahvoli shu tovar sotgan odamga o'xshash, yani ishlamchini al-ajirni bai'ga o'xshatadi deydi. Yani o'xshatildi. Shunda o'xshatqachqa famarratan yushabbihuna al-manfaat allati amila ana qilgan ishi manfaatdir, nima? Shuni Gayda o'xshatadi. Nimaga? Bisil'atillati lam yaqbidhal mushtari. Setvaga qulg'anmagan bir tovarga o'xshatadi. Bu
Yollanma ishlamchining qilgan ishi ay setib oluvchi qo'lga topshira olmagan tovardek deydi. Demak, shu ishni satgan tovarga o'xshatirgan bo'ladi. Fayaquluna va ahaqqu biha fil mawti wal falas. Undan keyin qo'lga topshira olmagan tovar bo'lsa, u igisining qo'ldagi tovar bo'lgan ekan, igisi o'lan bo'lsin, falas ahvolda bo'lsin, ahaqqu biha. Wa marratan yushabbihunahu billati kharajat min yadi. Yana ba'zida qo'ldan chiqib qolgan tovarga o'xshatib qo'ydi ekan. Qo'ldan chiqib qoldi. Walam yafut deydi-mi? Yamut. Walam yamut yafutmi? Yo'q, walam yafut bo'lishgan. Qo'ldan chiqdi, lekin bu taqa qaytirilish pursti qo'ldan ketmadi. Ya'ni bu saq bor yani. Saq bo'lgan ekan, unda ekan va haqqu biha fil falas dunal maut. Mana qo'ldan chiqdi. Bu narsa hozir muflisning qo'lida bor. Dankin saq bo'lgandan keyin iz qaytirildi. Jubatin degan gap shu. Ha, degan shu. Dunal maut, lekin o'limdan qaytira olmaydi. Imom Shafiy o'limdan qaytirildi. Ana shu gap. Wa marratan yushabbihuna dalika bil maut alladhi fatat fihi mana. Ba'zida ay tovarni qaytirilish pursti qo'ldan ketgan o'limga o'xshatdi. Falasni o'limga o'xshatib qo'ygan ba'zida. Ya'ni Imom Shafiyning shogirdlari hozir turaqsiz bir ahvolda demoqchi. Ba'zida o'lim ahvoli o'xshaydi ekan, ba'zida yo'q unda emas, qaytirib olaydi deb unda o'xshaydi ekan. Fayaqulun va usmatul g'urama. Ya'ni falasatini o'lim oldiga o'xshatiblam, yo'q bu usmatul g'urama deb turildi ba'zida. Wa misalu zalika ikhtilafuhum fi man istujira ala saqi ha'itin. Masalan, ilib aytsak, buning misoli bir bog'ni sug'urishga yollanib turgan biraylar. Fasaqahu şundan bu bağını sug'urib parishibdi. Hatta asmaral ha'it. Oxiri bog' meva beribdi. Summa aflasal mustajir. Ondan yollig'ichi muflis e'lon qilinibdi. Fa innahum qalu fihi ath-thalathata al-aqwal. Bu shunda Imom Shafiyning shogirdlari yuqorqi 3 xil ahvolni dedi. 3 xil qarashni o'tirib qo'yibdi. وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب مش منافع ديگه بيع المنافع ديگه مش ijara. Mush babda ijarani yoki yollab ishlatish masalasini o'xshatish nimaga? Tovar setishga o'xshatish va shay'un u qanday narsa fi mahsab mening nazarimda, mening o'ylashimcha infarad bihi malikun duna fuqaha al-amsar. Fuqaha al-amsardan Imom Malik bilan deb chiqqan narsa bo'ladi. Ya'ni ijarani yoki yollashni tovarni satqanga o'xshatish. Endi bu ish xuddi tovardek narsa bo'lgan. Va huwa da'ifan. Bu ojiz. Li'anna qiyas ash-shabahi al-ma'khud min al-mawdi' al-mufariq lil-usul yad'ufu. Usulga udilkanmaydigan o'rindan olgan bu qiyas shabah ojiz edi. Nima uchunsa bu istisnai ahvol. Bu bayan manafi degan istisnai ahvol. Ya'ni uning tarini ishlab berish ishini setish desak, bu ijara. Ijara deganda biz nima? Shariat ala xilafil qiyas degandik. Tamam? Al-ijara shariat ala xilafil qiyas li maslahatin nas. Undan keyin uni sen ma'adatki savdoga o'xshasan bo'lmaydi. Demoqchi ekan. Ya'ni qiyas shabah deganimiz bu ijarimi bir xil bay', tovarni setishimi bir xil bay' deb turilish bu qiyas shabah. Va lidalika da'ufa 'inda qawmin al-qiyas ala mawdi' ar-rukhas. Shuna ba'zi olimlar ruxsat qilingan istisnoi ahvollarda ruxsat qilingan bir ishga boshqa bir ishni qiyas qilib, istisnoi ahvolni maqis alay asli qilib olsam, bu ojiz deb qaragan olimlar bor. Masalan, shunda safarda namozni jama qilish, qasr qilish, bayl aroya masalan, istisnoi ahvol. Shuningga boshqa narsani qiyas qilsang ojiz bo'ldi. Sana asliga qiyas qilsa, asli normal ahvolga. Lekin bu istisno degan u qoidadan chiqarib o'tgan narsa bo'lgan ekan, favqulodda bir ahvol, qisman ahvol bo'lg'achqa buning qiyas qilsang ojiz deydi ekan. Walakin qadaha hunalika qiyas illa fa huwa aqwa. Lekin yada qiyas illadan birisi o'ttirib chiqib qoldi dedi. Inqadah degan ayam bo'ldi degan. Ayam bo'lib qolsa fa huwa aqwa. Undan keyin qiyas illa bo'lib qolsa bu chaqda bu kuch qildi. Bu ba'zi bir usuliy masalalarga chetishlik gap ekan bu. Wa la'alla al-malikiyya tad'i
vücud hadal ma'na fil qiyas mana. Balki Malikilar biz bu yerda dedik, ruxsat qilingan ishlarga boshqa narsani qiyas qilsam bo'lmaydi dedi. Lekin qiyas illadan birisi bo'lib qolsa, shunda bir narsa ko'rilib qolgan holda xili jalliq bo'lib ketadi bu. Yani undan ki Malikilar belki şu o'rinda qiyas illa batda shunga jalliq qilib ketdi, bizning dalilimiz deb turilishi mumkin deydi. Qiyas illa bo'lib qolsa, mavduan ruxsat qiyas qilib qolsang, bu sal jalliq bo'ldi dedik biz. Ya'ni Maliki mazhab qo'yib, bizning o'sha qiyas illadan birisi bor. Shu bizning ojizimiz kuchliq deyilishi mumkin deydi. Lakin hada kulluhu laysa yaliq bi hadal muxtasar. Lekin bu gapning hammasi bu qisqa ixcham kitobimizga loyiq kelmaydi. Shunda tafsilotni deyitib, bunda loyiq kelmaydi. Buni ilg'asa mumkin. Gapni uzatib qoldim deb o'zir aytgandek bo'ldi. ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة. Yani qulninki o'zing mil bo'lmaydi. Xo'jayin tutqizib qo'yarman, sen xizmat desa balki uni mil bo'lishi mumkin. Yani bu qulni tijorat qilsan deb ruxsat qilgan bo'lsa, bu tijorat qilayotgan qul muflis hukm qilinib qolsa, hal yutba'u bid-dayn fi raqabati amla. Shundan bu muflis bo'ldi. Bu tijorat qilgan qulda necha hur odamdan pulsi bor. Hur odamlar pulini deb bunun gadini bo'lganda aqishiralimdi dedi. Yani mushin tutamdi bu, xo'jayinni tutamdi. Qanday qiladi demoqchi. Bu yerda ixtilof bo'libdi. Fadaba Malikun, Imom Malik va Shafi'i muba va ahlul Hijaz ila annahu innama yutba'u bima fi yadihi la fi raqabatihi. Qo'lda bana so'rab qolsa, akla ma'nasim deb boshqalar o'zining haqqini olsa bo'ldi. Lekin men pulim bordi deb uni tutqilinmaydi. Çünkü onun zimmisinde onda bir ixtisat olgan adam emas o. Özü malını. Maligisi emas, özü mal. Thumma in u'tiqa bima baqiya alayhi. Sen görmüş nama? In u'tiqa yutba'u thumma in u'tiqa ondan ozod qilib kesişiyor. Yani kul altida uni tutqilinmadi. Pulini berdi. Endi ozod qilib ketib qolsa, Örüğoğlandıkın tutukuldu ona. Bima baqiyalı gadında qalğan pulni bagindab tutukuldu. Vara'a qawmun annahu yuba'. Bazı taqa bu pulning gadında pul var. Neçelerin haqqı var. Ana qanday qilamiz buni? Bazar açib siltab pul üstüne düşmez deydi. Yo'q, azat qilmasligi ham ma'lum. Avo boshqa gap, burunqi munosabat gap. Bana da kelib, qo'lda banasini tutib oladi, gadin banasini tutib olmaydi. Lekin azat qilib ketib qolsa, endi akla burun sen pulchaqda manch pulim bordi, endi bersa deb tusi bo'ldi debdi. U tugdimi? Endi vara qawmun anna yuba, ya'ni qul holatida ashunda qarz kechirib qilib muflis e'lon qilinib ketgandan keyin shu g'uramalar mushqulni setib pul qilib qarzini oladi debdi. Urug'aniga satish bo'lmaydi. Urug'aniga sotilmaydi. Lekin ma'vo quldiki chaqdiki gapga chetishlikmi? Wara'a qawmun, ya'ni annal abda yuba' demakchi. Wara'a qawmun annal ghurama'a yukhayyaruna bayna bay'ihi va bayna an yas'a fima baqiya alayhi min ad-dayn. Ba'zilarda qarzigilari buni setmasimi bo'ldi. Setib pulisini ulassin bo'ldi yoki sen unda bizning qarzimizni to'lash uchun ishlab pul topmagan deb aslında ishlash uchun qo'yib qo'ysin bo'ldi. Va bihi qala Shurayh. Mush qarashni Shurayh, Qadi Shurayh debdi. Ya'ni Imom Abu Hanifaning muqarrishi shu. Imom Ahmaddan bir rivoyat. Va qala Toifatun, ya'ni Imom Ahmaddan bir rivoyatda bal yalzamu sayyidahu ma alayhi. Uning gadiniki pulni xo'jayin to'laydi. Va illam yashtaritu. Tijoratga ruxsat qilgan chog'da sen qarz kechirib qolsang, men to'lamayman juma yoki men to'layman degan bunda shartni qilsin qilmasin. Zada xo'jayin ham to'laydi debdi. Shart qilmasmi deydi. Yani xo'jayin to'laydi degan shartni men to'layman deb shart qilmasmi?
xo'jayin to'laydi uni. Agar ben tüyülüğüne diye bunu söyleyeceğim. Ha? Xuddi bu kishi bolasida tijorat saqadimdek. As-sabil ma'dun fi tijara o'xshash. Shu bola ziyam tartibga xarajchilik qilsa, biz to'laydi. Shunga o'xshash. Fallazina lam yaraw bay'a raqabatihi qalu anu qulni sotmaymiz, sertifikatlar unda qarzini to'lamaymiz deganlar innama amalan nasu ala ma fi yadihi fa ushbihal hurra. Kishilar qulning qo'ldagi narsaga asosan muomala qilgan buni. Uni setib, uni satsimi pul olgan bir nima bunda jiq pul var bunda muomala qilmagan. Yani jiq pulga yaraydi bu deb bunda muomala qilmagan. Qo'ldagi maqsad qarab turib muomala qilgan deydi. Undan bu bir odamga o'xshash deb turibdi. Vallazina ra'aw bay'ahu ya satimiz deb turibdi. Shabbahu dalika bil jinayatillati yajni. Ay qul ishlagan jinoyatning to'lamlariga o'xshash. Mesela qul alat bir qulmas. Bu bir bilan birisini qo'lni cheptirdi. Ya beshni yeribdi. Bunun to'lamini kim to'laydi? Desa, shu o'zining gardini bo'libdi dedi. Ya'ni sedilar ashundan pulisi to'lanadi degan nimaga qiyos qildi. Va ammalladina ra'aw ar-ruju' 'ala as-sayyid bima 'alayhi min ad-dayn. Yani xo'jayindan to'ldimiz deganlar uchun fa innahum shabbahu malahu bima al-sayyid. Uning mali xo'jayinning mali degan gap shu. İz kana lahu intiza'u. Demak, xo'jayini uning topgan pulni eglarib bilan tortib oldi. Demak, xo'jayinning puli asli bu debdi. فسبب الخلاف هو تعارض قياسة الشبه في هذه المسألة. قياس الشبه بربريز كيف قال ده. ومن هذا المعنى مشان يقين معنى يعني بالمسألة. وبوسمه إذا أفلس العبد والمولى معا بأي يبدأ. بأي يبدأ. إذن كده بأي ما استخدموش خرق. بأي اسم doğru. Mesela kuluğa ticaret qildi icazet turibdi. Qulni ticaret qiladi da, xo'jayini ticaret qiladi. Bu ikkisi tamam muflis so'kim qilinib qopdi. Undan keyin qaysininki qarzini boshda bir taraf qilamiz degan gapgan. Qulning qarzini boshda bir taraf qilish boshlandiq yoki xo'jayinning qarzi bilan boshlandiq. Tarjumur yaquluna bidaynil abd. Boshda qulninkini bir taraf qilamiz. لأن الذين داينوا العبد çünkü kulga qarzı ötep qağanlar inma fa'ala zalika thiqatan bima ra'aw 'inda al-'abd min al-mal kulning qo'lida bor bo'lgan malga qarab ani ishonch qilib uning qarz berib turganda valladina dayanul mawla lekin xo'jayin qarz beruvchi lam ya'taddu bima al-'abd yo'q bu bundan deyman Fikatan bimaraw indal mawla. Çünkü ma qanday to'g'ri? Ya'nalladin dayanul abda pulga qarz berganlar pulning qo'ldagi pulga qarab ishonch qilib bergan. Valladin dayanul mawla. Xo'jayin qarz berganlar pulning milini ko'zda tutmaylan bergan deydi. Va man ra'al bad'a bil mawla. Ba'zilar ya xo'jayinning qarzini bir taraf qilishdan boshlaymiz degan. Bu nimdatda qala li anna mal abd huwa fil haqiqati lil mawla. Qulning milimi amaliyotda u xo'jayinning milidan iborat. Undan bir birlam odam bor dedi. Qazi bo'lgan bir odam bu. Ikki odam emas. Xo'jayin mesela qopqasa xo'jayin qo'lni qopqasa qo'lning pulini tejarash. Mush xo'jayinga tavan asondan ekan. Bash pulni bir taraf qilamiz degani shu munosib. فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد. يا ده ترشتاتın sebebi aş kulning mili ki ihtimallik var edi. Bu yat bir adamning milidekmi yoki xo'jayinning milidekmi? Yani o'z oldiga bir ayrim bir adamning milimi bu yoki xo'jayinning tava malmon ishga ehtimol shu o'tirda qolgan narsa bu dedi.
وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله. Muflis deb hukm qilindi. Nurg'a odamning qazi bor buningda. Lekin bunun qo'ldan ba'zan ta'tilib sotilgan ish bo'lmasdan. Shunami jumhurning qarashida. Ta'tilib sotilgan bo'lib qolsa, ba'zasini qo'lga qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'ysak, nimani qo'lga qo'yib qo'yamiz, nimani ta'tilib sotilmaydi degan masala. فقيل في المذهب مالكي مذهبته يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام o'zi va oila tavobati balchaqalari, kichik bolalari bir necha kun yashab tura oladigan bir narsa, iqtisodni qo'yib qo'yamiz deydi. Qo'liga tutqizganmiz. Hamma datomay. وقال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه. واضحة bilan utbiya degan kitobda bir oy yashayoladigan, bir oylik yetish xarajatini qo'lga qo'yib qo'ymas demoqchiga. Bir oy va shunga yaqin 40 kun bir oy deganda. Al-Wadiha degan al-Wadiha fi sunan wal fiqh. Bu Ibn Habib al-Qurtubininki Mudawwanadan qabqasi asosiy kitobi. Maliki mazhab. Al-Wadiha fi sunan wal fiqh. degan bu mafqud kitob yo'q. Biror parcha bor lekin hammasi unda topilmadi. 238-yilda vafot bo'lgan Ibn Habib al-Qurtubining Utbiya degan bu Muhammad ibn Ahmad al-Utbi al-Andalusining kitoblab buningda shaz rivoyatlarni to'plagan kitob. Ya'ni rivoyatun navodir degan bir mazhab. Lekin bu Vadiha al-Utbiya dash Mudawwana al-Wadiha al-Utbiya degan kitoblarning tövbeshi mushu Maliki mazhabga asosiy kitoblar hisoblanadi. Yani al-Utbiyani keyingi olimlar shaz rivoyatini to'plagan deb hisob qilmoqchiman, lekin xiljiq olimlar mu'tamad kitob hisoblanadi deb qaraydi. Bu mustaxraja degan bo'lsin. Ismi al-Mustaxraja. Lekin Utbi degan nisbatlik olim yozgan kitob bo'g'ashqa al-Utbiya deb ataladi. Wa yutraku lahu kiswatu mithli. Shu tabiqligi kishilar kiygan kiyimlarni qo'l qo'yib turmas. Wa tawaqqafa Malikun fi kiswati zawjatihi. İmam Malik hamda ayolning kiyimini tatib olamdiq yoki beramdiq deganda tavaqquf qilibdi. Likawniha hal tajibu laha bi'iwadin maqbul. Ash ayolning kiyim-kechaklari erab turdigan, ashu qo'lga topshirib olgan bir badalning qarshiligida bergan narsami yo unda emasmi? Ya'ni ayoldan bahramand bo'lishni hozir bir badal deb hisoblanmoqda. İmam Malik badaldan o'tib ketgan, badalsiz o'tgan hiba bu degan gapni qildi-ku. Hiba sadaqani, mahrni unda ayirganda. Badal bergan, badalsiz, badallik deb ayirgan. Undan keyin ayolga bergan kiyim-kechaklar bu badallik berilgan narsa, badalsiz berilgan narsami deganda sal to'xtab qolibdi. Va ul intifa'u biha badallik bo'lsa ayoldan foydalanishni, ayoldan o'zlarining foydalanishni badal deb qaraydi. Aw bighayri yoki unda badal demay, badalsiz demdoq. Va qala Suhnun la yutraku lahu kiswatu zawjati. İmam Suhnun ayolning kiyim-kechaklarini tatib olmaydi deb. Unda ayolning kiyim-kechaklari qimmat bo'lgan. Qancha pulga yaraydi unda. Ham kiyim-kechaklar jiqildi. Milk ayol milk bo'lgan talas bo'lmas, milk bo'lmagan ekan. Ya bu shu eri bergan narsa ayolga ya mahram emas bu. Eri nafaqa qilib ayolga bergan kiyim-kechakni tatib olmaydi demoqchi ekan Suhnun. وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. ابن نافع İmam Malik'in şagirdlerinden birisi. Bu İmam Malik'ten bu fakat örtünü ögeydiğen lan bir kim lan birimiz başkanısın. Hem de tatlı almayız dedi. Ve bihi qala ibn Kinana. İbn Kinana müşkarasını aldı. Burun vaqtda şu raq kiyim kechaklarni kız qattiqsiz zamonlarda kiyimini soldirish mumkin pulga yaraydi. Ba'zan bu kiygan kiyimni biz kim kiymaydigan bo'lgan ekan bu kiygan kiyimni tatib yurmasligi mumkin. Vaqtalafu fi bay'i kutub al-ilm alayhi ala qawlayn.
alaydigina aşının qarzini hisoblashga kitoblarni setiblam pulisni ele olamda degan masalada ikki xil qarashga bo'linib ketdi. Yani bir alimken, ya bir talibken, nurg'un kitoblar varken pulga yaraydigan. Sonradan bu muflis bo'libdi. Qazigilar ham da bu kitobni setib, qazimni o'qilmas desa, kitobdan tartib satamdi. Ve hada mabniyun ala kirahiyet bay' kutub al-fiqh aw la kirahiyet fi zalik. Bu kitobni setib, kitoblar, tafsirlar, ilmi bilimdan ayrılmalar. Hazır ma Maliki mezheb, bazı mezheblarda mushafni ayırdığı. Yani Kur'an-ı Kerim'de satıb olmaydı degan gap bardi Maliki mezhebde. Hem de kutubul fiqh ve tefsir ve hadis yani bu kitaplarımı aş Kur'an'a o'xshatsak bo'lmaydi degan gap chiqdi. Undan keyin buludi bo'lmaydi degan bir taraddud var bu Maliki mezhebde. Şunun asasen buludi desa satimiz, bo'lmaydi desa onu satılmaydi, onu çekilmaydi. Subhanakallahumma ve bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.